بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. سوف نبدأ درسنا إن شاء الله، وأتمنى أن تكون هذه الجلسة مفيدة للجميع. السلام عليكم talabalar. Darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizga, ochiq darsimizga. Inshaalloh bugungi darsimiz ko'pchilikka manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xususan yaqin orada At-Tanallul Arabiy xalqaro sertifikatini topshirmoqchi bo'lgan talabalarga aynan munosib va foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, birinchi ovoz va ekranni tekshirib olamiz. Men savollar degan bo'lim qoldiryapman kanalda. Agar ekran yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ovozlar yaxshi bo'layotgan bo'lsa, yaxshi debmi yoki plus deb qoldiraylik, keyin davom ettiramiz. Xo'p, yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bugungi darsimizni boshlab olamiz. Bugungi ochiq darsimizni inshaalloh. Xo'p. Diqqat qilamiz. Bugungi darsimiz At-Tanallul Arabiy, ya'ni xalqaro arab tili tanal sertifikatiga tayyorlanish haqida bo'ladi. 5 kunlik dars rejasini sizlarga taqdim qilaman. 5 kunlik dars rejasida biz nimalarni o'rganamiz? 5 kun ichida nimalarni o'rganishimiz mumkin? O'shalar haqida qisqacha ma'lumot olishlaringiz mumkin. Xo'p, birinchi kun biz At-Tanallul Arabiy sertifikati haqida tanishamiz. Yana bugun qanaqa sertifikat, qayerlarda topshirsa bo'ladi, qanaqa baholanadi, necha baldan necha balgacha qanaqa sertifikat olsa bo'ladi, o'shalar haqida gaplashamiz. Keyin ikkinchi kunimizda arab tilida grammatik testlar bilan tanishamiz. Yana shu imtihonda tushadigan grammatik testlar bilan tanishib o'tamiz. Qanaqa grammatik testlar tushadi, va ularni qanday yechish kerak, qanaqa strategiyalar bor bu yerda, o'shalar bilan tanishib o'tgan bo'lamiz va bu ikkinchi kunda sizlar bilan qiladigan darsimiz. Uchinchi kunda esa sizlar bilan imtihonni eshitib tushunish qismi bo'yicha dars qilamiz. Nimalar tushadi, qanday bo'ladi test shakli, qanaqa yechish kerak, uni o'shalar haqida 3-kun gaplashamiz. 4-kun esa imtihonni o'qib tushunish qismi haqida gaplashamiz. Imtihonni o'qib tushunish qismi nechta qismdan iborat va qanday yechish kerak, qanday yondashish kerak, o'shalar haqida gaplashamiz va 5-kunda esa oxirgi kunda gapirish va yozish qismlari haqida gaplashib o'tgan bo'lamiz. Xo'p, At-Tanal qanday sertifikat? Bugungi darsimizda endi aytdik, birinchi darsimiz boya tanishuv darsi hisoblanadi dedik. Tanishuv darsimizda nima o'rganamiz? Birinchi At-Tanal qanday sertifikat ekanligi haqida tanishib o'tamiz. At-Tanallul Arabiy bu sertifikat xalqaro sertifikat hisoblanadi, xalqaro malaka sertifikati hisoblanadi. Ya'ni arab tilini o'qitish bo'yicha tajribali mutaxassislar guruhi tomonidan xalqaro mezonlarga munosib, ya'ni mos qilib tuzilgan test hisoblanar ekan. Ushbu test arab tilida tinglab tushunish, o'qib tushunish, yozish, so'zlashish ko'nikmalarini, shuningdek til grammatikasi bo'yicha bilim darajasini baholaydi. Ya'ni bu xalqaro sertifikat hisoblanadi. At-Tanallul Arabiy xalqaro sertifikat hisoblanar ekan va xalqaro mezonlarga mos qilib ishlab chiqarilgan sertifikat hisoblanadi. Xo'p, nechta davlatda tan olinadi? Xo'p, xalqaro deydigan bo'lsak, 20 dan oshiq davlatda tan olinadi. Ular orasida Iordaniya, Misr, Falastin, Birlashgan Arab Amirliklari, Livan, Mauritaniya, Qatar, Iroq, Kuvayt kabi arab davlatlari va hokazo davlatlar bor. 20 dan oshiq davlatlarda tan olinar ekan. Xo'p, endi savol tug'iladi. O'zbekistonda ham tan olinadimi? Mabodo biz tayyorlanib topshiradigan bo'lsak, ertaga o'qishga kiradigan bo'lsak, o'qishga kirmoqchi bo'lsak, bu sertifikat bilan borsak tan olinarmikin yoki yo'qmi degan savollar tug'ilsa, O'zbekistonda mana bu PQ 5117 sonli qaror bor. O'zbekiston Respublikasi xorijiy til o'rganish ommalashtirish faoliyatini sifat jihatda yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida o'sha qarorga kiritilgan aynan bu sertifikat. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasini mana bu 35-15 raqamli ro'yxatiga olingan At-Tanallul Arabiy va bularning hamma darajalari B1 dan boshlab C2 gacha bo'lgan darajalari aynan nima qilingan, ro'yxatga olingan. Ya'ni O'zbekistonda tan olinadi. Bemalol
magistraturaga topshirmoqchi bo'lamizmi yoki hozir bu yildan boshlab OTMlarga, ya'ni oliy ta'lim muassasalariga topshirish ham aynan filologiya yo'nalishlari bo'yicha sertifikat bilan bo'ladigan bo'lib qoldi. O'sha sertifikat bilan bo'ladigan yo'nalishlarga ham o'tadi Tanal Arabiy sertifikati hozirgi kunda, chunki milliy sertifikat, mana milliy sertifikat deb yozib qo'ygan, milliy sertifikat o'sha imtihonlar tugab bo'ldi. Kim ulgurmagan bo'lsa, ya'ni bu yana bir imkoniyat hisoblanadi-da. Xo'p, baholanishi haqida gapiradigan bo'lsak, Tanal Arabiyni baholanishi va mahoratlari haqida bo'ladigan gap boradigan bo'lsa, nimani aytib o'tishimiz kerak? Grammatik qoida, ya'ni sizda arab tilidagi qoidalaringiz qanday darajada? Yaxshi bilasizmi? Arab tili grammatikasini yo'qmi? O'sha bo'yicha 30 ta test beriladi. Har bir testda 4 ta variant, 30 daqiqa vaqt ajratiladi va sizga har biriga 1 balldan 30 ball beriladi. O'qib tushunishga esa o'rtacha matn uzunligi va kaltaligiga qarab 30-35 daqiqa vaqt beriladi. Sizga 24 ta savol beriladi. 24 ta savol va 24 ta test, ya'ni va siz 30 ball olish imkoniyatiga ega bo'lasiz maksimal tarzda. Eshitib tushunish kamroq o'qib tushunishga qaraganda 20-25 daqiqa davom etadi va atigi 15 ta savolga javob berasiz va 30 ball olish imkoniyatingiz bor. Yozish qismidachi, siz imtihon topshirayotganingizda yozish qismidan ikkita savolga javob yozasiz. Ya'ni ikkita insho yozib chiqasiz 100 ta so'zdan va shu ikkita inshoingizga maksimal 15 balldan bo'lib qo'yiladi, maksimal 30 ball qo'yiladi. Xo'p, gapirish qismi esa 12-15 daqiqa davom etadi, ya'ni eng qisqasi gapirish qismi hisoblanadi. 12-15 daqiqa davom etadi va siz 6 ta savolga javob berishingizga to'g'ri keladi. 6 ta savolga javob berasiz va 6 ta savolga 30 ball qo'yiladi, umumiy ball. Ya'ni bu gapirish qismi o'zidan. Endi hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, jami 5 ta mahorat, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 bu sifrdan farqi grammatika qismi borligi. Oldingi paytlarda o'tmishda, ya'ni sifrda ham grammatika bo'yicha alohida imtihonlar olinardi, lekin u keyin o'qib tushunish, eshitib tushunish, yozish va gapirishni ichiga kirgizib yuborildi. Ya'ni grammatika qismi uyg'unlashtirib yuborildi va alohida mahorat sifatida baholanmay qo'ydi. Lekin bunda At-Tanallul Arabiy sertifikatida aynan grammatika qoida qismi alohida baholanadi. Jami 5 ta mahorat, sizdagi 5 ta skill deydi inglizchada, 5 ta mahorat tekshiriladi va jami olishingiz mumkin bo'lgan to'liq ball 150 ball. Olishingiz mumkin bo'lgan jamiki ball 150 ball hisoblanadi. Va sizga imtihonda to'liq 3,5 soat vaqt beriladi. Savollarning umumiy soni 77 ta savol. 77 ta savolga umumiy 3,5 soat vaqt beriladi. Xo'p, keyin afzal tarafi siz 30 daqiqalik grammatika bo'limini siz mumkin 15 daqiqada yakunlashingiz mumkin. Tez eshitib tushsangiz, mumkin bularni ham o'qib tushunishni ham tezroq aytishingiz mumkin. Endi eshitib tushunish nisbatan o'zini vaqtida qoladi. Yozishni ham tezroq tugatsangiz, ya'ni siz o'zingiz belgilangan vaqtdan ko'ra tezroq chiqib ketishingiz mumkin. Bu imtihonning qulayliklaridir. Xo'p, natijalar qanday? Qanaqa natijalar? Qaysi ballni ushlasam, qanday natijaga erishaman? Qaysi ball to'plasam deylik. Xo'p, A2 daraja bo'lamiz agar bizning darajamiz 25 dan 50 gacha bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni bu yerda aytganimiz 150 ballning ichidan siz 25 dan 50 gacha to'plasangiz A2 bo'lar ekansiz. 50 dan 75 gacha to'plasangiz B1, 75 dan 100 gacha to'plasangiz B2, 100 dan 125 ballgacha to'plasangiz C1, 125 dan 150 gacha to'plasangiz C2 darajasini olasiz. Undan tashqari sertifikat A1 daraja ham beradi, lekin men ularni yozib o'tirmadim, chunki bizdagi asosiy talabalar, ya'ni bu aynan shu sertifikatga qiziqayotgan talabalar darajasi eng kamida B1 deb o'ylayman. Shuning uchun ham bundan pastlarini yozib o'tirganim yo'q. Xo'p, afzalliklari nimada? At-Tanallul Arabiy sertifikatining afzalliklari nimada? Afzalliklar birinchidan xalqaro sertifikat hisoblanadi. Siz xalqaro sertifikatni olasiz. Ham bir tarafdan bu xalqaro sertifikat milliy sertifikatdan ko'ra darajasi deymizmi, obro'si yuqoriroq, boshqa davlatlarda ham tan olinadigan sertifikat deylik. Undan tashqari tez chiqadigan natija. Bilamiz, sifr topshiradigan bo'lsak, natijalarini ba'zan 1 oylab, ba'zan 1,5 oylab kutamiz. Lekin
bu sertifikat topshirganimizda natijalar 10 kun ichida chiqadi. Ya'ni 10 kun ichida deyapman, 10 kundan keyin demayapman. 10 kun ichida chiqadi. Bu degani sizning natijangiz bugun imtihon topshirsangiz, ertasi kuni ham chiqishi mumkin. O'zimniki shunaqa bo'lgan. Ya'ni men 1 yil oldin topshirdim, yaqinroq topshirmadim. 1 yil oldin topshirganimda ertasi kuni natijasini olganman. Ya'ni nima demoqchiman? 10 kun ichida siz natijani olasiz. 10 kun bu eng maksimal eng cho'zib aytyapman. Ya'ni 10 kun ichida natijani olarkansiz. Bundan tashqari bilamiz, sifir imtihon topshirayotganimizda 1 oy imtihon bo'ladi, 1 oy imtihon bo'lmaydi, ba'zan 2 oylab. Masalan, yozda umuman yo'q. Lekin deyarli har hafta tanada imtihon bor. Har hafta sizga bir imkoniyat bor o'zni sinab ko'rishingizga, topshirib ko'rishingizga. Har hafta imtihon bor ekan. Har haftalik imkoniyatingiz bor, ya'ni siz sertifikat topshirib olib ko'rishga. Xo'p, bundan tashqari C1 olish nisbatan osonroq. Attanalda nega buni isbotlaymiz? Attanalda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, 150 balldan 100 olsangiz C1 bo'ladi. Ya'ni kamida 50 ball minusda. Agar foizda hisoblovchilar 150 ni necha foiz 100 ga teng bo'lishini hisoblab yozib qo'ysa ham bo'ladi. Lekin sifirda C1 olmoqchi bo'lsangiz, 75 dan 65 olishingiz kerak. Ya'ni bu degan 10 ta kamgina. 10 ta nima qilishingiz mumkin? Xato 10 ball minus bo'lishi mumkin. Lekin hozir natijalar ko'ryapsiz, aynan yozuvimizda juda ham talabalarimiz qiynalib, kam baho olyapti. Lekin bu yerda agar yaxshi tayyorlanadigan bo'lsangiz, to'g'ri tayyorlanadigan bo'lsangiz, C1 olish osonroq ekan. Ya'ni 150 dan 50 ball minus qilishingiz mumkin. 50 ball bu degan imtihonni 50 ballini minus qilsangiz, C1 olish mumkin. Ya'ni xato qilishga imkoniyatingiz kengroq, lekin daraja olish imkoniyati balandroq. Nega? Chunki bu sertifikat, Atanal sertifikatini maksimal C2 ham bo'lganligi uchun, C2 ham bo'lganligi uchun C1 olish biroz osonroq bo'ladi. Undan tashqari afzalliklari, bu sertifikatning afzalliklari, imtihonga atigi 1 kun sarflaysiz. 1 kun sarflaysiz, siz bir marta o'tirib, butun bir imtihon topshirib chiqasiz. Sifirga o'xshab 1 kun alohida yozmaga va 1 kun alohida gapirishga bormaysiz. 1 kun o'zida borib ham gapirish, ham yozish, hamma qismlarini xullas o'tkazib qaytasiz uyingizga. Undan tashqari xat yozish so'ralmaydi. Afzalliklaridan. Nega buni afzallik deyapman? Chunki xat yozish uchun ham talabalar alohida dars qiladi. Xatni o'zini yozishni yaxshi o'rganadiganlar bor, lekin inshoga ko'p vaqt ajrata olmaydigan talabalar bor. Ya'ni inshoni o'ziga ko'p tayyorgarlik ko'rmagan, xatga tayyorgarlik ko'rgan faqat. Mana shunaqa talabalar uchun bu inshoni yozish muammo bo'lib qoladi. Lekin bunda afzalliklari xat yozish so'ralmaysiz, faqat insho yozishga tayyorlanasiz va bu bilan siz yozish qismini hammasini to'laqonli bajarib chiqasiz. Undan tashqari yana bitta afzalliklaridan biri 3 yil amal qiladi. Bu sertifikat, bilamiz sifir sertifikatlari 2 yil amal qiladi. Oldinlari 3 yil edi, keyin 2 yilga tushirilgan. 2 yil amal qiladi sifir sertifikatlari, lekin bu sertifikatlar 3 yil amal qilar ekan. Keyin yana bitta yaxshi tarafi, siz agar sifir sertifikatlaridan adashmasam A2 berishmasdi. B1 dan boshlab beradi sertifikatni. B1 dan boshlab sertifikat ola olasiz. B1 bo'lsangiz natijangiz sertifikatsiz chiqadi. B1, B2, keyin C1 sertifikatlari beradi Davlat test markazi. Lekin Atanal Arabiydan siz A1 dan boshlab sertifikat olasiz. Sertifikatsiz chiqadi. Ya'ni A1 bo'lsangiz darajangiz A1 bo'ladigan bo'lsa ham, C2 bo'ladigan bo'lsa ham darajangiz va o'shalarning o'rtasida bo'ladigan bo'lsa darajangiz, har bir darajaga sertifikat olish imkoniyatingiz bor. Undan tashqari siz faqat inshoga tayyorlanasiz xolos va shu bitta inshoga tayyorlanish orqali siz ikkita insho yozib, yozma haqini bajarib chiqib ketasiz. Mana shu buni afzalliklari hisoblanadi. Ya'ni Atanal sertifikatining afzalliklari shulardan iborat. Yana bir qancha afzalliklari bor, bularni men sanab o'tirmadim. Undan tashqari qiyinchiliklari, bizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lishi mumkin shu yerda Atanal imtihon topshiradigan bo'lsam degan savol tug'iladigan bo'lsa, birinchidan to'lovi biroz qimmatroq, ya'ni ikkita sifirni puliga kirasiz. Undan tashqari kompyuterda yozish mahorati ko'pchilikda shakllanmagan, ya'ni eshitish va o'qish muammo emas, lekin kompyuterda yozish, klaviaturalardan harflarni topish ko'pchilikda qiyin. Ya'ni buning uchun ancha mashq qilish kerak. Mana shu muammo bo'lishi mumkin bizda. Undan tashqari grammatik bilimlar yetishmasligi bizda bu biroz muammoroq, chunki aksar o'quvchilarimiz grammatika darslari o'qishmaydi yoki o'qishgan bo'lsa ham yetarlicha amaliyot qilishmaganligi sababli
o'quvchilarimizni ko'pligida, ya'ni ko'pchiligida grammatik bilimlar uncha yetishmaydi. Mana shu muammo bo'lishi mumkin bizda. Xo'p, undan tashqari vaqt bilan ishlaydigan muammolarimiz bor. Xo'p, ovoz biroz muammo bo'lyaptimi? Xo'sh. Eshitilyapti ovoz? Ha, bo'ldi, eshitilayotgan bo'lsa davom ettiraveramiz. Ha, menda aloqa yaxshi. Agar kimda ovozi eshitilmayotgan bo'lsa, aloqalaringizni tekshirib olingizlar. Bu internetdan bo'lsa kerak. Aloqalaringizni tekshirib olingizlar, xo'p. Xo'p, qiyinchiliklar haqida gapirayotgandik. Qiyinchiliklari haqida gapirar ekanmiz, ya'ni vaqt bilan ishlashdagi muammolar haqida kelgandik. Ya'ni vaqt bilan ishlashda bizda muammolar bor. Aynan At-Tanal al-Arabiy sertifikatida har bitta savolga kompyuterda topshirgandan keyin aniq vaqtlar o'lchab qo'yilgan. Mana shuning uchun ham bizda qiyinchilik vaqt bilan ishlashda bo'lishi mumkin. Qolgan holatlarda hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmaydi. Xo'p, sertifikatni kimlar topshirishi mumkin? Sertifikatni birinchidan OTMga, ya'ni oliy ta'lim muassasasiga kirayotgan talabalar topshirishi mumkin. Ya'ni nimaga? Aynan filologiya yo'nalishi bo'yicha topshirayotgan talabalar, undan tashqari filologiyadan B2 olib mana bunisini, ya'ni asosiy blogini yopmoqchi bo'lgan talabalar albatta topshirib ko'rsa bo'ladi. O'zini sinab ko'rsa bo'ladi. Bu ham bir imkoniyat, foydalanish kerak. Undan tashqari magistraturada hozir bilamiz, aynan lingvistika yo'nalishida juda ham muhim. Lingvistika yo'nalishida va boshqa yo'nalishlarda ham hujjat topshirmoqchi bo'lgan talabalarga shart qo'yiladi, biror bir chet tili sertifikatiga ega bo'lishi, darajasi B2, ba'zilarda B1, har xil talablar bor. Aynan lekin lingvistikada arab tili bo'yicha hujjat topshirmoqchi bo'lganlar esa aynan shu bilish, o'zi topshirayotgan tildan C1 darajadagi hujjati bo'lishi kerak va bu ham magistraturasidagi hujjatlar talabida bor. Shuning uchun ham magistraturaga hujjat topshirmoqchi bo'lgan talabalar ham topshirib ko'rsa bo'ladi, imtihonga tayyorgarlik ko'rib topshirib ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari B2 darajadagi til o'rganuvchilar ham o'zini sinash uchun topshirib ko'rish mumkin. Agar darajasini B2 yoki B1 bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizni xalqaro miqyosdagi darajangizni o'lchab ko'rmoqchi bo'lsangiz, topshirib ko'ring, marhamat. Bu ham bir siz darajangizni, o'zingizni bilim darajangizni baholash, zaif nuqtalaringizni aniqlash uchun imkoniyat. Bundan tashqari kim qiziqayotgan bo'lsa, kim qiziqib turgan bo'lsa, yana topshirib ko'rsam bo'lar ekan degan insonlar uchun ham albatta topshirib ko'rasiz. Xo'p. Topshirish manzillari va narxlarini aytib o'taman. Davlat test markazi ham At-Tanal al-Arabiy, ya'ni aynan shu sertifikatdan imtihonlar o'tkazib turadi va bu imtihonlarning afzal tarafi hamma o'zini viloyatidan turib topshirishi mumkin. Ya'ni afzal tarafi. Bu biroz qimmatroq, lekin 1,547,000 so'm. Bu eng qimmati davlat test markazi o'tkazayotgan imtihon. Aynan Tanaldan o'tkazayotgan imtihon 1,547,000 so'm. Lekin afzal tarafi hamma o'zini viloyatida turib topshiradi. Xo'p, 17-iyunda bor. Yaqin orada kim davlat test markazidan topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, 17-iyunda bor. Harakat qilib topshirib ko'rsa bo'ladi. 17-iyundagisiga o'zini viloyatdan turib topshiradi. Xo'p, Oriental universiteti bu Toshkent shahrida joylashgan. 1,270,000 so'm. Agar o'zgarmagan bo'lsa, menimcha o'zgarmagan. 1,270,000 so'm. Oriental universiteti, lekin bu universitetda topshirish uchun kelib topshirishingiz kerak. Kelib o'sha universitetda hujjatlardan o'tib topshirishingiz kerak. 1,270,000 so'm. Undan tashqari Toshkent Islom universitetiga borib ham, avval ro'yxat o'tib olasiz onlayn. Toshkent Islom universitetiga borib ham 1,260,000 so'mga imtihon topshirishingiz mumkin. Biroz arzonroq bo'ladi. Xo'p, undan tashqari Namanganda yashovchilar Said Akademiya degan o'quv markazi bor ekan. O'sha yerda imtihon topshirishlari mumkin. Agar kim namanganlik bo'ladigan bo'lsa, alohida yozib qo'yadigan bo'lsa, men ularni aynan shu markazni silkasini tashlab beraman. Undan tashqari oldin jahon tillarida ham olinardi. Men hozir ma'lumot izlab topa olmadim. Agar kim izlab topsa, jahon tillarida ham olinardi. Yoki kimdir jahon tillarida o'qiydigan bo'lsa,
Bir izlab ko'rsin, ma'lumot izlab ko'rsin. Rost bormikin, yo'qmikin hozir. O'sha men topolmadim rosti. Bir izlab ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari Toshkentdagi Grant ta'limda olinardi imtihon. Toshkentdagi Grant ta'lim o'quv markazida. Uni ham hozir ko'rib topolmay qoldim. Aynan hozir yaqin oldingi e'lonlari bor. Lekin yaqin kunda imtihon olinmayaptimi, topolmay qoldim. Lekin eng birinchi Grant ta'limga kelganda Tanal Arobiy sertifikati imtihoni hozir olinmayapti bilmadim. Agar kimda bu haqida ma'lumot bo'ladigan bo'lsa va narxlar bo'ladigan bo'lsa, kommentlarga yozib qoldirishi mumkin. Buni ham ko'ramiz inshaalloh. Xo'p, topshirish manzillari haqida gap ketdi. Mana shu yergacha kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, eshitaman. Yozib qoldiringizlar shu yergacha. Kim nima joyi tushunarsiz bo'ldi, qanaqa savollari bor. Keyin davom ettiramiz. Xo'p, hech kimda savol bo'lmaydigan bo'lsa davom ettiramiz. Hech kim yozmadimi? Xo'p, nima uchun narxlar har xil deb yozibdilar? Xo'p, narxlarining farqliligi hamma har xil kelishuv imzolagan At-Tanalul Arobiy markazi bilan. Mana shuning uchun ham narxlar har xil. Narxlar biroz farq qiladi. O'zining saytida $99 deb yozib qo'yganini bir ko'rganday bo'ldim. Asl narxi shuncha bo'lsa kerak. Ya'ni bir arab davlatidagi narximi, bu Misrdagi narximi shunaqa edi. Shundan farq qiladi. Har bir muassasa, ya'ni At-Tanalul Arobiy markazi bilan kelishgan muassasa har xil kelishgan va o'zi ham ozgina foyda qo'ygan ustiga. Mana shuning uchun ham narxlar har xil. Xo'p, sifr va tanal orasidagi farqlarni boya biroz aytib o'tgandek bo'ldim. Agar tinglagan bo'lsangiz, afzalliklari degan bo'limda aytib o'tdim bir nechta farqini, ya'ni sifrdan farqli o'laroq At-Tanalul Arobiy 3 yil muddatda beriladi. Simon olishning osonligi haqida yuqorida aytib o'tdim. Ballar tizimi haqida, keyin undan tashqari grammatika bo'limi borligi, bu sifrda yo'q. Grammatika bo'limi borligi. Tanal uchun chet davlatlarida, ma'lum bir universitetlarda imtiyozlar haqida yetarlicha ma'lumotim yo'q. Lekin aynan chet universitetlarda ishga kirishga yoki ba'zi bir yo'nalishlarga menimcha talab qilinadi. Lekin aynan universitetga kirish uchun talab qo'yilmaydi, chunki bilamiz, ko'p arab davlatlarida o'zi alohida til kurslari bor. O'sha til kurslarida o'qib kirasizda. Ya'ni undan alohida til bilish mahorati uchun sertifikat so'ralmaydi. Xo'p, oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, agar chet blogini topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, chet blogining o'zidan eng kamida B2 bo'lishingiz kerak. O'sha B2 bilan o'sha chet tili blogini yopib olasiz. Xo'p, mabda qiroat 1 ni tugatgansiz, sarfni tugatgan bo'lsangiz, xo'p, siz darajangiz E1 lar ekan, bo'lmasa E1 darajalarida ekansiz. Kamida bir 4 oy, 5 oy dars qilishingiz kerak. Xo'p, siz Qashqadaryoda yashaysiz, to'g'rimi? Shahri Sabz tumanida ekan. Xo'p, Toshkentga hujjat topshirish bo'yicha men alohida link tashlayman, Arintelnikini tashlab beraman. Arintel universitetinikini hozir kanalga ham tashlab qo'yaman. Xo'p. Mana bu men tashlagan link orqali o'tib kanalga o'tasiz. Shu orqali kanalga o'tasizda. Kanalga o'tib o'sha yerda ustoz bor, Ulug'bek ustozga yozib ro'yxatga o'tib, Orientaldan topshirsangiz bo'ladi. Undan tashqari poiskdan tersak, Toshkent Islom instituti At-Tanal deb tersak ham chiqadi. O'sha orqali ham topshirsak bo'ladi bemalol. Xo'p, hammasi kompyuterda bo'ladi, inshodan tashqari barchasi ham kompyuterda bo'ladi. To'liq kompyuterda o'tirib topshirasiz.
To'liq kompyuterda boshqa qog'oz variant yoki bo'yash, ruchka yo'q. Xo'p, seferdan simon olgan bo'lsangiz, harakat qilib topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Harakat qilib topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Namangandagi narxini rostdan bilolmay qoldim. Namangandagi narxini. Uni alohida so'rab, telefon qilib so'rash kerak menimcha, chunki kanallarida e'lon qilinmagan ekan. Shunga Namangandagi narxini bilolmay qoldim. O'zlaringiz telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Uni ham keyin linkini tashlab qo'yaman. Hammasini linkini tashlab qo'yaman. Namangandagini ham. Birozdan keyin darsimiz so'ngida tashlab qo'yaman. Xudo xolasa. Inshoni qo'lda yozmaymiz, inshoni kompyuter klaviaturalarida yozamiz. Shuning uchun arabcha klaviaturalarga qo'llarimizni o'rgatishni boshlashimiz kerak. Agar kim topshirmoqchi bo'lsa. Ha. Yordamga kechikdingiz biroz. Xo'p. Savollarga yana xudo xolasa urg'u beramiz. Savollarga yana vaqt beramiz. Hozir davom ettirib qo'yaylik darsimizni. Xo'p, darsimizni davom ettiramiz. Hamma ekranga diqqat qilsin. Yana savollarga vaqt ajratamiz alohida. Xo'p, undan tashqari biz sizlar bilan birgalikda 30 kunlik antanalga tayyorlov kursi ochmoqchiman yaqinda. Ya'ni bu 5 kunlik bepul darsdan keyin ochiladi. Ya'ni jami 35 kun dars qila olamiz agar kim hamma darsda qatnashaman deydigan bo'lsa. 30 kunlik antanalga tayyorlov kursi haqida ma'lumot berib o'taman. Qanaqa bo'ladi antanalga tayyorlov kursi deydigan bo'lsangiz, biz 30 kun intensiv kurs qilamiz va 30 kun ichida agar kim topshirmoqchi bo'lsa, hozir aynan magistrlar yoki talabalar, abituriyentlar bor oramizda, o'shalar uchun ayniqsa 30 kun ichida biz to'liq darslar qilamiz va bular ichida 12 ta jonli dars qilamiz. 100 dan oshiq video darslar tayyorlaganmiz. O'sha 100 dan oshiq video darslarni tomosha qilamiz. 30 kun ichida 10 ta real moklar yechamiz. Ya'ni aynan At-Tanalul Arabiy imtihonidagi tartibga, nizomga mos bo'lgan 10 ta to'liq moklar yechib chiqamiz. Undan tashqari grammatika mahoratimiz bo'yicha biroz muammolar bor dedik. O'sha muammolarni muolaja qiladigan darslar ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, umumiy arab tilini kuchaytirishga qaratilgan darslar ham qilib chiqamiz. Ya'ni umumiy arab tili ba'zilarda biroz pastroq, misol uchun B1 darajali o'quvchilar bor, B2 darajali o'quvchilar bor, C1 olmoqchi, o'shalarni umumiy arab tilini kuchaytirishga xizmat qiladigan eshitish darslari, alohida lug'atlar, alohida bitta kitobdan dars qilamiz. Insho bu yozish bo'yicha maslahatlarimizni beramiz. Qo'ldan kelgancha qanaqa qilib yozishimiz kerak, nimalarga ahamiyat berishimiz kerak, qanday yozsak yaxshiroq bo'ladi, o'shalar haqida ham qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Xo'p, undan tashqari kompyuterda insho yozishni ko'pchilik bilmaydi, ya'ni kompyuterdagi harflarni bilmaydi. O'sha kompyuterda insho yozish mahoratini shakllantirish bo'yicha har kuni darslar qilib boramiz. Xo'p, undan tashqari At-Tanal test sinovlari kitobi bor. At-Tanal test sinovlari kitobi. O'sha kitobni sotib olish imkoniyatini ham beramiz. At-Tanal test sinovlari kitobini ham sotib olish imkoniyatini beramiz. Chunki bu faqat 30 kunlik intensiv kursni sotib olgan talabalar uchungina beriladi. Xo'p, gapirish ko'nikmasini kuchaytirishga qaratilgan darslar ham qo'yamiz 30 kun ichida. Siz agar gapirish ko'nikmangiz biroz past bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'nikmani rivojlantirish uchun ham kichik matnlar, hikoyalar va boshqa ko'rinishlarda matnlar taqdim qilib boramiz va u haqida ham alohida darslar qilganmiz. Undan tashqari har kuni hikoya yoki matnlar beramiz. Siz uni tarjima qilasiz va kompyuterda terib chiqasiz. Va bu sizga aynan kompyuterdagi harflarning yodingizda qolishiga yordam beradi. Undan tashqari siz 30 kun ichida dam olishlarsiz, orada uzilishlarsiz, dars qilarkansiz, sizda intizom va odat shakllanib qoladi. Ya'ni bir vaqtni o'zida dars qilish va bir vaqtni o'zida dars topshirish, o'shanaqa odatlar shakllanib qoladi. Va bu ham odat shakllantira olmayotganlar, dars qila olmayotganlar uchun imkoniyat. Xo'p, bizdagi At-Tanal sertifikatidan test sinovlari kitobini tanishtirib o'taman. Kitob haqida ma'lumot beradigan bo'lsa, bu kitob o'zida 10 ta mock testni jamlagan.
imtihonga to'liq tayyorlanishga yordam beruvchi amaliy qo'llanma hisoblanadi. Faqatgina kursni sotib olgan talabalarga 175 ming, 170 ming ekan, 170 ming so'mdan sotiladi. Kim agar xohlasa, bu xohish, kim xohlasa sotib olib ishlatishi mumkin. Va eng yaxshi pul sarflanadigan joylardan biri bu kitob sotib olish, albatta, chunki bu kitob siz bilan qoladi. O'zingiz yo'q qilib yubormaganingizcha, yo'qotib qo'ymaganingizcha siz bilan turaveradi. Xo'p. Kurs narxlari haqida gapiradigan bo'lsak, siz kursga 30 kunlik kursga bir marta to'lov qilasiz, boshqa to'lov qilmaysiz. Bir marta 420 ming so'm to'lov qilasiz. Agar siz 5 kunlik bepul darslar yakunlanganga qadar to'lov qiladigan bo'lsangiz, chegirma narxda 400 ming so'm to'lov qilib umumiy kurslarni sotib olishingiz mumkin. Agar kim mana shu oylar ichida tanal sertifikat olmoqchi bo'lsa, bu yordam beradi. Xo'p. Hozircha bizda shular. Men alohida e'lonini tashlab qo'yaman gruppaga. Aynan hop tanal bo'yicha. Xo'p, endi savollarga alohida to'xtalamiz. Savollar bo'limi ochiq turibdi hali ham. Savollar kimda javobsiz qolgan bo'lsa, hamma savoliga javob berishga harakat qilaman. Yo, yozaveringizda savollar bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, Aziza, savollar seferchalik qiyin bo'ladimi yoki osonroq bo'ladimi? Siz buni o'zingiz aytasiz. Xudo xolasa biz bir kun dars qilmayapmiz siz bilan. Ertaga bugun tanishuv darsi dedik-ku. Bugun tanishuv darsi, ertaga aynan grammatika bo'yicha dars qilamiz. Grammatika bo'yicha dars qilamiz. Siz grammatikani ko'rasiz, qanchalik qiyin, qanchalik oson. Keyin eshitish bo'yicha dars qilamiz. Keyin yana o'zingiz mulohaza yuritasiz, eshitish qanchalik oson, qanchalik qiyin. Lekin men o'zimning fikrimcha, seferdagi savollar turli multilevel darajasidagi savollar, oson savollar ham bor, agar bilsangiz, juda qiyin savollar ham bor. Lekin bunda o'rta darajada savollar, ya'ni B2, C1 darajasidagi savollar deya olaman. Xo'p, Ummu Sumayya siz darajangiz A1 bo'ladigan bo'lsa, siz At-Tanal kursiga keyinroq o'qiysiz, to'g'ri? Biroz darajangizni ko'tarib olib, agar zaruriy bo'lmaydigan bo'lsa, topshirishsiz, siz birinchi darajangizni ko'tarib olib, umumiy arab tili bo'yicha malakalaringizni shakllantirib, mahoratlaringizni shakllantirib, keyin topshirishni maslahat beraman sizga. Xo'p, agar siz hozir Mabda'iy qiroatning birinchi kitobini tugatgan bo'lsangiz, u hozir demak 9-sinfsiz. Ha, Mabda'iy qiroatning birinchi darajasini tugatgan bo'lsangiz va 11-sinfni bitirgancha olish imkoniyatingiz bor, sifr ham olish imkoniyatingiz bor, tanal ham olish imkoniyatingiz bor. Biz guruhda oldingi oylarda 5 oyda natija qilgandik. 5 oyda natija qilgandik. B1 darajasiga ko'tarilganmiz. 5 oyda 0 dan, ya'ni harflar va o'qishni bilib. 5 oy, 6 oyda siz ham darajangizni yaxshi ko'tarib olib, sifr ham olishingiz mumkin. Agar qiziqsangiz, At-Tanalga ham topshirib, At-Tanaldan ham biror bir o'zingiz darajangizga mos sertifikat olishingiz ham mumkin. Xo'p, Ummu Sumayya, siz alohida yozib qo'ying menga darajalaringiz haqida hamma ma'lumotlarni. Agar sizga mos guruhim bo'ladigan bo'lsa, hozir aynan mos guruhim bo'ladigan bo'lsa, sizni qo'shib qo'yaman. Xo'p, Farog'atxon, sizga qaysi bir manfaatli bo'lishini ko'rish kerak, siz darajangizga qarab ko'rishimiz kerak. Hozir O'zbekistonni o'zida bo'ladigan bo'lsa, hozir vaqtingiz bemalol bo'ladigan bo'lsa, yaxshilab arab tilini kuchaytirib olib, sifr topshiring, chunki sifr biroz arzonroq. Agar sifr arzonroq, lekin sertifikat C1 olish qiyin. Agar siz darajani C1 ga ko'tarmoqchi bo'laman deydigan bo'lsangiz, men sizga maslahat beraman. At-Tanal Arabiy sertifikatini topshirib ko'rishni. Xo'p, ertaga dars ham 21:00 yoki 21:30 da qilamiz. Ertaga ham darsimiz bo'ladi. Ertadan uje alohida
bo'limlarga kirishni boshlaymiz. Bo'limlarga kirishni boshlaymiz. Qoida bo'limlariga, har bir bo'limi bilan bir martadan tanishib, test yechib chiqamiz. Inshaalloh ertaga test yechamiz. Xo'p, A2 darajadan guruhlarim bor. Alohida yozib qo'ying o'zimga. Xo'p, Jasur ustoz, men sizga namuna tashab qo'yaman. Aynan mana shu sertifikat bo'yicha o'zim tuzganman. Xo'p. Muhammad, agar siz sertifikat topshirgan bo'lsangiz, menimcha sifir topshirgansiz, keyin pastroq chiqqan va hozir ham arab tilidan dars qilayotgan bo'lsangiz, arab tilidan dars qilib chiqqan bo'lsangiz va bir oy ichida tanalga tayyorlanish imkoniyati ko'rishimiz kerak. Siz o'z darajangizni bir ko'ramiz. Siz ham yozib qo'ying. Darajangizni ko'ramiz. Darajangiz to'g'ri keladigan bo'lsa, harakat qilib ko'rasiz. Arab tilini o'qishni to'xtatmagan bo'lsangiz, tanaffus qilmagan bo'lsangiz, olasiz. Bir oy ichida harakat qilib olsangiz bo'ladi. Lekin o'zingiz qarangda, qaysi sertifikatga harakat qilayotganingizni mulohaza qilib ko'rishimiz kerak. Siz B1 ga harakat qilyapsizmi yoki C1 ga harakat qilyapsizmi? O'sha bo'yicha maslahat qilamiz. Xo'p, sifirga topshiradigan bo'lsangiz, chetga o'tmaydi. Yo'q, chet elga o'tmaydi. Sifir o'zi ma'lum milliy sertifikat bu. Ya'ni milliy sertifikat degan faqat O'zbekistonda tan olinadi. O'zbekistonni har qaysi burchagidagi universitetga bemalol topshira olasiz. Bunda hech qanaqa muammo yo'q. Xo'p, agar siz sifirdan B2 bo'ladigan bo'lsangiz, bir oy ichida yaxshilab harakat qilsangiz olishingiz mumkin. Yaxshilab harakat qilsangiz, endi bu hammani o'ziga bog'liq, o'zidagi darajaga, o'zidagi iqtidorga deymizmi, xotiraga deymizmi, o'ziga bog'liq. Har bir o'quvchi harakat qilib, agar bir oy ichida yaxshilab harakat qilib, barchasini zo'r qilsa olishi mumkin. Bemalol oladi. Xo'p, ustozingiz sizni darajangizni aytgan ekanlar. Aynan sizga mos kitoblarni ham bilsalar kerak. Men sizni hozir qanday kitob o'qiganlaringizni bilmayman. Shuning uchun ustozingizdan so'rab olishingizni maslahat beraman. Sifir haqida ham, aynan sifir kurslari, sifir bo'yicha e'lonlar berilgandan keyin aynan sifir bo'yicha ham kurs qilamiz. Mana shunda ham bemalol kirib qatnashib maslahatlar olishingiz mumkin. Hozir At-Tanal Arabiy bo'yicha sizlar bilan birgalikda suhbat qilamiz. Darajasi kichiklar A1 bo'ladimi, A2 bo'ladimi? Alohida yozib qo'yingizlar darajalaringizni. O'zimga kanalni biosidan meni shaxsiy akkauntimni topishlaringiz mumkin. Yozib qo'yingizlar, sizlarga agar mos guruhim bo'ladigan bo'lsa, sizlarga taklif qilaman. Bintu Dilshad, agar siz C1 darajaga ega bo'lsangiz, men sizga jahon tillarini maslahat beraman. Kirish imkoniyati kattaroq bo'ladi, chunki GPA balingiz kam ekan. Akademiyada juda yuqori kirish ham, adashmasam bu yil nechi bo'ldi? 89-90 bo'ldi shekilli GPA bilan kirish ballari. Xo'p, sharqshunoslik juda ham kam oladi. Jahon tillarida ikkita yo'nalish bor. Ikkalasiga ham topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni jahon tillarida tarjimashunoslik bo'yicha qarang, endi ballarni qarab solishtirib
tarjimashunoslik, undan tashqari filologiya yo'nalishiga topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Agar sevaningiz bo'ladigan bo'lsa, tayyor bo'ladigan bo'lsa, har bir diplom ballaringiz ham shunga topshirib ko'rib, aynan lekin topshirishdan oldin birinchi tekshirib ko'ring, baribir qanday ekan ballar. Endi inshaalloh kira olasiz, 83 ham yomon emas. Xo'p. Xo'p, uni tekshirish bo'yicha natijalar e'lon qilingan. magistratura.edu.uz adashmasam, o'sha saytdan tekshirasiz. Yoki aynan universitetning saytiga kirib, magistratura bo'yicha kvotalar ro'yxatini topib, kirgan o'quvchilar soni, ya'ni mandat deydi-ku bizning tilda. O'sha mandatni topib ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Bular ochiq e'lon qilinadi. Ochiq manba hisoblanadi. Ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p, akademiyada bu yil ham menimcha baland bo'ladi. Chunki akademiyadagi talabalarga ustozlar ham yaxshi baho qo'yib berishadi. Akademiyada menimcha balandroq bo'ladi. 83 bilan. Lekin bu yil 83 bilan yana 50% kontrakt pulini qo'shimcha qilib, super deymiz. Super qilib o'qiganlar bor. Kira olmagan bo'lsa, ya'ni qo'shimcha tarzda qabul qilinib o'qiganlar bor. Xo'p, hozircha darslarimiz shulardan iborat, yaxshilar. Barcha qatnashuvchilarga rahmat aytamiz. Rahmat dars so'ngigacha tinglaganlaringiz uchun. Va ertaga Xudo xohlasa, yana kanalda ertaga e'lon beriladi vaqti. Ertaga darsimiz bor. Ertaga sizlar bilan At-Tanal sertifikatida qoida, ya'ni grammatika bo'limi qanday tuzilgan, qanday yondashish kerak, vaqt bo'yicha qanday tizimlashtirilgan, o'shalar bo'yicha birgalikda dars qilib boramiz. Shu darslarda faol qatnashasizlar. Lekin qiziqayotgan bo'lsa, faol qatnashingizlar. Ertaga demak grammatika bo'yicha darsimiz bor. Grammatika testi yechish bo'yicha sizlar bilan birgalikda grammatika testi yechib ko'ramiz. Mayli siz imtihonga topshirmang, lekin o'zingiz darajangizni grammatika bo'yicha sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat bir qatnashib ko'ring. Siz darajangiz qanday ekan? Ya'ni At-Tanal sertifikati bo'yicha darajangiz grammatikadan B2mikin, C1mikin, E2mikin o'zingizni sinab ko'rasiz. Qani o'rganadigan narsalaringiz bormikin yoki yaxshi o'rganibsizmi? Shu oy ichida o'shalarni bir tekshirib o'tasiz. Ya'ni ertaga biz sizlar bilan grammatika bo'yicha dars qilamiz. Men alohida kunlar bo'limini ochib qo'yay. Hozir. Yana bir marta eslab o'tamiz. Biz 5 kunlik dars rejasini tuzgan edik. 5 kunlikda, ya'ni birinchi kun tanishuv darsi biz bilan menimcha hamma tanishib o'tdi. At-Tanal sertifikati haqida menimcha savollar qolmadi. Xo'p, ikkinchi kun demak bizda grammatika testlari bilan tanishish kuni. Men buni alohida guruhga tashlab qo'yaman shu sahifani. Bu bizni 5 kunlik darsimizni Xudo xolasa rejasi bo'ladi. Sizlar bilan birgalikda qilib boradigan darslarimizni. Buni tepaga qadab qo'ydim. 5 kunlik dars rejasini o'zlaringizga saqlab olsalaringiz ham bo'ladi. O'zlaringiz saqlab olingizlar. Ertaga Xudo xolasa aynan yana e'lon beriladi. Vaqtga qarab 21:00 da yoki 21:30 da dars qilamiz. Hamma faol qatnashsin. Keyingi darslarda ko'rishguncha, ma'assalama, fi amanillah, omon bo'lingizlar. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, o'zimga yozib qo'yasizlar. Ertangi darsgacha ko'rishguncha.